Qorindagi ishdan 5 minutda xalos bo'lishni o'rgataman. Undan oldin sahifamga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang. Birinchisi yalpizli choy. 1 stakan qaynoq suvga 10 dona yalpiz barglarini solib damlab, har kun iching. Shunaqa tez yengillik beradi. Ikkinchisi esa bu psilium. Har kun 1 stakan iliq suvga 1 choy qoshiq psiliumni aralashtirib ichib, ketidan yana 1 stakan iliqqina suv ichib oling. Bu esa ichak harakatini tezlashtiradi. Uchinchisi esa magniy sitrat. Har kun bir mahal uyqudan 1 soat oldin ichishni unutmang. Aynan bu ichak peristaltikasini oshiradi, ichaklarda suvni tortgani uchun qabziyatni yumshatishga yordam beradi, kortizolni pasaytirgani uchun stressni kamaytirib, aynan qorin damini, tishlarini butkul yo'qotishga yordam beradi. Ozish uchun tibbiyotda asoslangan eng to'g'ri ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun meni sahifamga obuna bo'lib, magniy xarid qilish uchun vitaminli sahifasiga murojaat qiling.